Assalomu alaykum, men Abdurahmon YouTube kanalida ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugungi videomizda akkaunt obzor bo'ladi. Hop, boshlaymiz bo'lsamda. Birinchi akkaunt Barcelona qo'yilgan. Eğer kimdir videodan akkaunt ko'rmoqchi bo'lsa, bu qayta beramiz. Birkaç karar bilan video ko'rishim mumkin. Kodlar eng katta hisob 15-0 bo'lgan. Ular o'ynab 10-0. Mag'lubiyat 6-3 hisobida mag'lubiyat bo'lingan 5-0 da ham. Ular g'alaba bo'lsin. Koreysda Jambo 533 ta o'ynalgan. Ular o'ynab 210 Hop. Mana akkaunt obzor qilish boshlaymiz. 4 sostavlar ko'rib oling. Mana Stadion ko'rsatamiz. Stadion. Mana bu yer sostavlar tortilgan. Kuchatilmagan. Mana bu forma o'zim yasaganman. Olmaganman. Hop. Sostavlarni ko'rsatmoqchi edim. Mana to'rtlikka o'zingiz so'rang. Hop, boshladik bo'lmasam. Qancha bor? 2 minut bo'libdi, 5 minut. Hop, pound. Shudi 2 ta yetmagan. Tepadan 400. 2 ta bo'lgan 500 bo'lardi. Mbappe 500. Kontrol 6 ta yetmagan. Pasi yaxshi, kontroli ham yaxshi. Hop, bo'ylar yaxshi. Harakan bo'ylar yaxshi. Faqat shudi bitta yetmagan. Tezlanish ham 2 ta kuchaytirilmagan. 3 ta 100 holati. Kontrol 89, pas 87. Juda ham yaxshi deya olmayman, yaxshi. Juda yaxshi deya olmayman. Valverde. Bu shular. Qarang, 4 ta 100. Uchinchisi Bellingham. Fiziki bitta kuchaytirilmagan, lekin mayli va hujumchi emas. Paslar yaxshi. To'p nazorati ham 89 dan. Va Kole degan o'yinchi 2 ta 100, 300larga tiqilinmagan. Hatto bu Musir sotib olaymi deyapman, lekin himoyachimiz. Musirlikni qarang, stamin 99, tezlik 99. Вообще Musir. To'p bo'lishini qarang. Himoyachiga yarashmaydi lekin. Hop. Bor. Hakimi yaxshi deyaolmayman, lekin tezasi bo'ladi. Tezlikda to'p olish mumkin. O'zi bir dolish qiyin. Bo'lagan Marakashlik o'yinchi va Aleksandr Aytler, Rudiger 95. Vandish full bo'lmasa shunchalik. Hop, 400 holat chiqqan. Rudiger juda ham yaxshi. Deyaolmayman, lekin yaxshi. Qizil o'yinchi buni kuchaymagan, o'zi kuchaygan mana. Navas, Olmenga Real Madrid afsonasidan biri. Buni men asosiy etmay pulpas qo'ydim. Felix yaxshi full bo'lgan. Tezlanish 91, kunji 91. Pasdan shut tushmaganda. Mana bu pelay juda ham yaxshi. Hop. Yaqinda men shu videochini o'qimoqchiman. Sizni bas ochtirganimda. Shuni video chiqadi, faqat Musir bo'layotgan ekan. Mayli. Iloji boricha yaxshi o'xshaytiramiz shunga. Tezliklarni 100 qilish harakat qilamiz. Bu ham qizil Norvegiya hujumchisi Samuel 97 bo'lgan. Zarbasi 96.
va Vini Junior. Ozgina musor. Ozgina. Ikkita kontrol ikkita yetmagan, pastga 5 ta yetmagan. Stamina 9 ta. Musor bo'lgan. Tepasidan yuqori chiqarib qo'yish kerak edi lekin. Mayli. Kontrol yaxshi, past bilan shut. Asosilari yaxshi bo'lgan. Tezlanish, tezlik, shut. Rasm yaxshi lekin. Pires. Past 91, tezligi 94. 84. Bunda yuqori chiqarish oson bilan lekin hamma joyi yashil. Yaqinda bitta qora olmagan rival tushsa, rivaldan pul qilishim mumkin. Qanaqa tushsa, qanaqa bilmayman. Himoya turar asosida mana bu tushmasligi kerak. Unda vardi bo'ladimi? Qizil Williams degan o'yinchi. Donnarumma 91 va 95 bu ham musor pul bo'lgan. Rostini aytaman. Zo'rdan tushishi nima bu? Bittasini yuqori chiqarsa, zo'rdan juda ko'p teplolmaydi o'yinchi, bilaman. Aldaydi zarb bo'ladi. Mayli. Va Ibiko va 2 metr bo'lgan darvozabon. Bugungi videom tugadi. Sizga ochirmoqchiman, Max degan va bu o'yinchilarni kuchaytiraman. Bugungi videom tugadi. Ha, mana bunga qarang. Nima bu? Hamma bugungi videom tugadi. Xayr do'stlar.